Xo'p, uchuvchi o'xshashlik bo'yicha men birinchi test to'liq ko'rib beraman. Birinchi test chunki oson ekan. Qarang. Biz bilamizki, bu chiziq nima? Parallellar aytadi, to'g'rimi? Demak, x, y mana o'sha 2, 3 bo'lsa, qarang. Bu Fales teoremasining qoidasidan foydalansa osonroq chiqaveradi. X ni 2 ga nisbati, y ni 3 ga nisbati. Bizdan nima so'radi? X taqsim y so'rayotgan. Bu esa 2 taqsim 3. Bo'ldi, javob shu. Qiyin emas. Xo'p, keyingi misol. Ikkinchi misolimiz ham oson ekan, buni ham. Bir 6, bir 3, bir x, bir 9 ekan. Hop, 6 ni 3 ga nisbati, 9 ni x ga nisbati edi. X da necha bo'lsa, xo'p. Tak, bu bilan bu qisqarib ketadi. 2 ta qoldi. X da 9 taqsim 2, ya'ni 4,5 ekan, bo'ldi. Keyin uchinchi misolimiz. Uchinchi misolda endi ko'rmay qo'yaylikmi? Bu chunki oson ekanda. To'rtinchi misol. Qarang. K 3K 2K 4 nima deyapti esa x y. Qarang. K ga 4 mos kelyapti, 3K ga demak necha mos kelyapti? 12. Hozirgi nisbatda endi. K ga 4 mos kelyapti, 2K ga 8 bo'ldi. X plus y 20. Keyingi misol. 5-misol. Xo'p, endi bu yerda misol uchun boshlaymiz. X ni 4 ga nisbati, mana x ga mos keladi, chunki ikkovsi ham bir xil burchakda qarsida turgan uchun x ni 4 ga nisbati. Endi keyingi qaranglar, tomonimiz nima bo'ladi katta uchburchak uchun? Jami 5 mi? 5 ni 2 ga nisbati. Nimaga endi aytdi 3 ni 2 ga nisbatini olmadingiz deydigan bo'lsanglar, hurmatli o'quvchilar, tushuntirib o'taylik. Siz u yerda mana bo'lakni o'zini olyapsiz-ku, yon tomonlardagina nisbatni olyapsiz. Endi bu asoslar ham aralashib qolgan uchun asosda to'liq olinadi. Uchburchagimiz to'liq hisoblanib qoladi. Bu yerdan x dan necha bo'ldi? 10 bo'ldi. Keyingi misolimizga o'tamiz. 6-misol. Bir x ni 5, bir 2 7 ekan. X ni boshlaymiz, qaranglar. X plus 5 ga nisbati 2 ni 7 ga nisbati ketadi. Sababi, qarang mana x deganimiz bu kichkina uchburchak tomon bo'lsa, x plus 5 degani katta uchburchak tomon. Endi kichkina uchburchakning qarshisida nima, ya'ni asosi 2, katta uchburchakning asosi esa 7 mana. Tushunarlimi? Bunda nima bo'ladi? X teng 2 ko'p bo'lamiga bo'ldi. Keyingi misol, davom etamiz. Xo'p, 8-misolni ishlab beramiz. Bo'ldi, bo'laveradi. X 4 y 3 5 7. Xo'p, 8-misolda ishlayotganimizda hurmatli o'quvchilar, bu yerda endi yon tomonlarda o'zi bo'lganda edi, biz nima qilardik? Bir-biriga moslar bilan nisbat topib berdik. Lekin bu yerda yon tomonda o'zi emas, nima ekan? Asos bilan bo'lyapti. Shuning uchun asos mana bu hammasi asos bo'lyapti. Xo'p, x ni nima qilamiz endi siz qaranglar. X plus 4 ga olamiz. 3 ni 5 ga nisbati bo'ldi. Chunki x ga mos keladi 3, 5 ga o'xshaysa x plus 4 mos keladi. Bundan foydalansak 5x teng 3x plus 12. X teng 6. X 6 ga tengmi-ka? Endi keyingi qismimiz, qaranglar. O'xshaysini olishimiz kerak, to'g'rimi? Xo'p, 6 ni o'xshayimiz nima bo'ladi? Y plus 10. 3 ni demak 7 ga nisbat etamiz, bo'ldi. 6 bilan bu qisqarib ketsa 2 ta. 14 ta y plus 10. Y teng 4 bo'ldi. Bizdan javobimiz. Bizdan nima so'rayotgan?
X plus y so'rayapti, yana 10. X plus y 10. Bo'ldi. Tushunarlimi? Qiyin emas, misol juda ham sodda, oson. Ishlatsak bo'ladigan misollar turibdi. Xo'p, 9-misol. Mana shu misolda endi boshlanadi. Ko'pchilik chalg'iydi. Mana qarang. Bu bilan bu parallel, bular esa o'zaro parallel. Keyin bitta ish qilamiz endi, qarang. 3 5 x 6. To'g'rimi? Endi bitta ish qilaylik. Bu 3 bu 5 bo'lsa, demak bu yon tomonlari ham shu nisbatda. Faqat 3 5 deyapmiz buni endi biz. 3k yu 5k deb olamizmi? Endi bu nima bo'ladi shu nisbatimiz? X ni 5k ga nisbati, 6 ni 3k ga nisbati. Klar qisqarib ketadi albatta. X da necha bo'ldi? 10 bo'lib qoldi. Adashmadimmi? To'g'ri, 10 bo'ldi. Tushundinglarmi? Mana shu yon tomon nisbatda bu yon tomon ham bo'linadi agar asosiy parallel chiziq tortilsa. Tushunarlimi? Davom etamiz. 12. Qaranglar. 3 ga 7, 2 ga x mos kelyapti dedi. Xo'p, boshladik. Qarang. Endi men mana shu asosi 3 mana 7 bo'lyapti. Yon tomon endi qanday nisbatda bo'linadi degan savolga javob beramiz. Buni osonroq yo'l. Mana men sizlarga oson yo'lni aytaman. 3 ga kelinglar, 3 ga mos keldi deylik, to'g'rimi? Endi 7 ga 7 ga mos kelish uchun menga necha ga qolish kerak? 4 gami? Bo'ldi. Shuni javob berma. Tushunarlimi? Mana 3 ga 3 ga mos keldi deb olsangiz, 7 ga 7 ga mos kelish kerak. Endi ikkinchi tomondan qaranglar. Xo'p, 4 ga 2 mos kelyapti, 7 ga x deb olamiz. Demak, nima bo'ladi? 4 ga taqsim 7 ga 2 taqsim x. X da necha bo'ladi desa, xo'p, 3,5 bo'lib qoldimi? Bo'ldi, javobimiz shu. Davom etamiz. 13-misol. Hop, qaranglar endi bizga nima deyapti? Mayt x deyapti, to'g'rimi? Endi bu yerda bitta oddiy narsa bor. Bisektriisa bo'lgandan keyin bu chiziq bilan bu chiziq bizga parallellikni ko'rsatib qo'yapti. Demak, parallellik qoidasiga ko'ra bu alfa b 2 o'chadimi? Tengyorlik qo'ygancha bu yerda 6 bo'ldi. Demak, endi boshladi. X ni 6 ga nisbati, x ga общий mos keladi 9, 6 ga mos kelyapti 3. X teng 18. Bo'ldi shu. Tushunarlimi? Qiyin emas ekan, davom etaveraymi? 15 mana. 15-misoldan boshlaymiz. Mayt 2 mayt x bo'ldi. Bu yerda 4 deb qo'yibdi. Xo'p, boshladik. Endi qaranglar, oson bitta, vaqti oson olsin. K ga 4 mos kelsa, demak, jami 2k bo'ladi maytdan-maytgacha, to'g'rimi? 2k ga necha mos keladi? 8. Demak, bu yerda 2 ga 2, bu o'rtasi bo'lib qoladi, to'g'rimi? O'rtasi yarmiga tengmaguncha bu 16 bo'ldi. Betamiz o'rtasi edi. Bu shuning uchun 8 bo'ldi. Men o'rtasi 16 bo'ldi shu. 16-misol. Hali o'xshashlikda shunaqa oson qoidalar bor-da, shu qoidalardan foydalansanglar, misol tezroq chiqadi.
Mayt 2x ekan, mayt 3x ekan, mayt 2x plus 1 ekan, maytimiz esa x ekan. Demak, nima qilamiz desa, bo'ldi, hozirgi o'xshashlik qoidasi bo'yicha. Faqat bitta narsani esdan chiqarmaylik, hurmatli o'quvchilar. Mana alfani qarshisida mana x ni deymiz. 2x ga nisbati 2x plus 1 ni esa jamisini olasiz, 5x ga nisbat deb qo'yasiz. X lar qisqarib ketaversin. Hop, bu 5x teng 4x plus 2. X teng 2. Bo'ldi, javobimiz shu. Qiyin emas ekanmi? Hop, videoda to'xtatib turamiz, yana biror testini ishlab ko'ramiz. Hurmatli o'quvchilar, jichik gap so'z kamaytiramiz endi. 7-testni boshlaymiz, hurmatli o'quvchilar. Hop, 7-testda nima deyapti? Tushuntirib o'taman. Mer yuzasi 4 ekan, buni tomoni 2 ekan. Xuddi shunga mos keluvchi deyapti. Ikkinchi uchburchamiz ham bor. Bunda dicha chizmani xato chizib yuborgan bo'lishi mumkin. Buni tomoni 3 olsa deyapti. Bu s yuzani toping deyapti. Buni topish uchun nima qilamiz? Hozirgi s taqsim 4 teng bo'ladi 3 taqsim 2 ning kvadrati deymiz. Bu yerdan kvadratga ochsangiz 9 taqsim 4 bo'ladi. 4 lar qisqarib ketdi, s teng 9 bo'ldi. Tushunarlimi? Keyingi misolimiz ikkinchisi. Bu birinchisi edi. Misol, ikkinchi misol. Xo'p, asosiy parallel chiziq chizib mayda. Buni o'zi yo'q, buni o'zi yo'q ekan biz hozir, bir minut. 3 9 ekan buni o'zi, 1 5 ekan. Qarang. Metali, mana formula bir narsa qilib yurmaylik, oson yo'lni o'rgatib qo'ying. Yuza bilan tomon, ya'ni yuza tomonning kvadratiga mos keladi, to'g'rimi? 3 kvadrat necha? 9. Demak, 9 ga 9 mos kelsa, 5 kvadrat necha? 25 mos kelishlik uchun men necha bo'lishi kerak? 16. Bo'ldi. Tushundinglarmi nima deganimni? 5 kvadrat 25 nafadan qo'ydim. Uchinchi misol. Mer 8, mer 2, mer 3 ekan. Yana mana yuzdan so'rayapti. Qarang. 2 ning kvadrati necha? 4. Yana 4 ga 8 mos kelsa, ya'ni har biriga 2 birlikdan mos kelayotganmi? 4 tezga 8 mos kelsa desak to'g'ri bo'ladi. Demak, jamiz necha? 5. 5 degani 25 s bo'lishi kerakmi uchurchamiz? 25 s. Bittasimiz 2 dan bo'lsa 50 bo'lishi kerak. 50 bo'lishi uchun men 42. Nima qilganim tushuntirib o'tayim. Mana 2 ning kvadrati 4 bo'lgani uchun men 4s deb oldim. Endi mana jami 5 bo'lgani uchun bu uchburchak yuzini 25s deb olsam bu 50 bo'ldi. 50 dan 8 zarb qo'ydim, 42 ko'p bo'ldi. Bo'ldi shu xolos. Tushunarlimi? Davom etaman, 5-misol. Ikki, 3, 5. Mayda esa 15 ekan. Qarang, 2 ning kvadrati 4 mi? 4s deymiz. Keyingisi qarang. 3 kvadrat 9 u, to'g'rimi? 9s bo'lishi uchun menga necha s bo'lishi kerak? 5s. Demak, 5s'imiz nechaga teng bo'ldi? 15 mi? S teng 3. Bittasimiz 3 bo'lsa, demak bizdan nimani so'rayapti desa, bizga so'rayotgan narsa mana bu uchburchak bilan bu uchburchak o'zini so'rayapti. Bunimiz necha bo'ldi? 5 bo'lsa, 5 kvadrat necha? 25 maytga 16s qolyapti. Bizda jami ikkosining yig'indisi 20s bo'lgani uchun 20s teng 60. Bo'ldi, javob shu. Xo'p, keyingi misol. 7-misol. Bu yer alfa ekan, bu yer ham alfa ekan, faqat bunda 2 ekan. Bu 63, maytda 100 ekan. Mana bu nima bo'ldi? 5 ekan, to'g'rimi? Qaranglar, hurmatli o'quvchilar. Endi bizdan nimani so'rayapsa, mana 100 a, maytda 100 ani. Buni boshlaymiz, qarang. 2 ning kvadrati necha? 4 mi? 4s deb olamiz. Bunga mos keluvchi alfa qarshisida necha? 5, 25 mi? 21s deb olamiz. Nima 21 bo'ldi? 4 tasbekka qolib ketib qoladi-da. S teng necha bo'ldi? 3 mi? Bizdan 4s so'ragan uchun 12. Bo'ldi, javob shu.
Qiyin emas ekanmi? Davom etamiz. Hop. 10-misol. Vallahi misollar oson, faqat e'tiborli bo'lib o'tiringlar. Olti, 10. Qaranglar, mana bu burchakda alfa desam, bu burchak ham alfa bo'ldi, to'g'rimi? Endi boshladik. Hurmatli o'quvchilar, boshlaymiz. Bizda yana nimani so'rayotgansa, S A B D. A B D ni so'rayapti. Mana 90 gradus emas lekin, men 90 gradusni aytmagan lekin bolalar, bu oyda. Az bir minut. Ha, men aytdim, nima ekan? B D men ekan A S. Bo'lsa, bizdan so'ragan narsa men aytmiz ekan? S nima bo'ldi desa? A B D deb so'rayapti. Demak, biz boshlaymiz, hurmatli o'quvchilar. Bundan ham balandlik tushirib olsak, to'g'rimi? Demak, nima bo'ladi desa, mana uchburchak bilan mana uchburchamiz bor-ku, bu uchburchak o'zaro teng bo'lib qoldimi? Nimaga teng bo'lib qoldi desa, mana qarang, to'rtburchak uchburchakni bitta burchagi va mana bitta tomoni o'zaro teng bo'lsa, men aytam x, men aytam x deb olsak, to'g'rimi? Demak, ikkinchi uchburchagimizda nima bo'ladi? Teng bo'lishi kerakmi? Demak, men 6 topib oldimmi? Bizdan bu uchburchagimiz yuzini topishni nima qilamiz? 2 dan 1 ko'paytirib 10 ko'paytirib 6, javob 30. Bo'ldi shu. Keyingi misoldan biri. 11. S 9S. Bu X, bunisi nima bo'ladi desa? Xo'p, endi hurmatli o'quvchilar, bizdan so'rayapti, X ni so'rayapti. Mayt 3 birlikligi bor ekan. Endi bizga yana bir narsani aytyapti. Bu tomon, mana bu uchosi bir-biriga parallel ekan. Demak, nima bo'ladi desa, qarang. Mana bu X ga S mos kelsa, demak 9S imiz bundan ildiz olamiz, tomon chiqib keladi, shunda 3X kelib chiqadi. Chunki 3 kvadratga mos kelyapti bu yer. Tushunalingmi? Demak, boshladik. Xo'p, mana bu joyni biz A deylik, mana bu joyni B deylik, to'g'rimi? A plus B ga nisbati bu tomondan nima bo'ladi? 3 ni X ga nisbatiga teng, to'g'rimi? Ikkinchisi esa B ni B plus A ga nisbati esa 3 ni 3X ga teng nisbatiga, to'g'rimi? Tushunarli nima qilganimi? Ikki tomondan foydalanib oldim. Ya'ni bitta bu uchburchak bo'yicha ishlab qo'ydim. Bu uchburchakda nima desa, xo'p, A ga общийsi A plus B, bunga A ga mos keladi 3, A plus B ga X mos keladi. Ikkinchi qismda esa bu tomon bo'yicha uchburchak bo'yicha ishladik. Bunda endi B ni общий B plus A ga nisbati 3 ni 3X ga nisbati. Endi ikkosini qo'shib yuborsak, A plus B taqsim A plus B teng necha bo'lsa 3 taqsim X plus 1 taqsim X. Chunki 3 lar qisqarib ketdi. Hop, bundan nima bo'ladi? 4 taqsim X. Endi bu yerda nima bo'ladi? B A plus B ni A plus B ga bo'lsak 1. X teng 4. Bo'ldi, tushunarlimi? Davom etamiz. 16-misol. To'rt, 9, 16 ekan, yuzalamiz.
katta uchuvchi ABS'ni toping aytdi. ABS'ni toping deyapti. Endi chiroyli siz o'rganmadim, endi qo'lim qiyshab ketdi. Qaranglar. Endi hozir tomonni kvadratga oshiryapti-da, endi biz tomonni topish uchun buni nima qilamiz? Ildizga olamiz. Ildiz olsam 2x mi? Ildiz olsam 3x mi? Ildiz olsam 4x mi? Parallelogram shartiga ko'ra bu yer 3x ko'raman, 2x ko'rsa jami necha bo'ldi? Necha? 9x kvadrat necha bo'ladi? 80 mi? Ya'ni 2x ga 4 mos kelsa, ya'ni 2x ning kvadrati 4x bo'ladi-ku, to'g'rimi? To'g'rimi? Demak 9x ga 80 mos keladi. Bo'ldi, shu javobimiz. Tushunarlimi? Qiyin emas ekan. Oson qoida, juda ham sodda. Ikkita 3ta qoida bor xolos. Hop, rahmat.